Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan Abubakir Safayev. Yana biz yangiligimizni aytish uchun himoyamiz ostidagi shaxs bilan sizlarga video tayyorlamoqchi bo'ldik. Bu kishining nomlariga har doimgidek roziliklarisiz, xabarlarisiz, ishtiroklarisiz Zolotaya Koronada qarzdorlik rasmiylashtirilgan bo'lgan. U prosentlar bilan примерно 300 ming rublchayda aka. Endi aka bizni kuzatuvchilarimizga, hamyurtdoshlarimizga o'zingiz bir fikrlaringizni, meni faoliyatim haqida va ushbu voqea haqida ozgina bir fikrlaringizni va qisqacha tushuntirib aytib o'tsangiz aka. Avvalambor assalomu alaykum hamma yurtdoshlarimizga. Shunaqa O'zbekistonga ketgan paytimda sim kartamni tashlab ketgandim tanishlarga. O'sha paytda kimdir kredit olgan, u foizlari bilan 300 mingdan o'tib ketdi. Keyin nima qilishni bilmadim, bu yoqqa Instagramda akani profillarini kuzatib qoldim. Kuzatib yurdim davomiy, keyin palaviga chiqdim. Shu bilan Xudoga shukr ishimizni hal qilib berishdi. Kattakon rahmat. Aka, eng qiziq tomoni, masalan, ko'pchilik aytadi, mana qarz ochgandan keyin uni mashinnikdan undirib oladimi deydi. Sizga ofitsial ответlari keldi, to'g'rimi? Kompaniyadan sizdan hech qanaqa talabi yo'q, pretenziyasi yo'q. O'zlari telefon qilib ham aytishdi. Eng qizig'i, bu kishining kartalaridan ushbu qarzdorlik uchun pullar yechib olinganida, ushbu pullar ham mana talabnomalarni jo'natib, kartalariga qaytarib tushirdik ushbu pullarni. Shukr, u точный bo'ldi. Endi u agarda yopilmagan bo'lsa qaytib ham bermaydi. To'g'ri. Haqiqatda mashinasida aniqlanganligi sababli bu kishi nomlaridan birinchi o'rinda qarzdorlik polностью olib tashlandi. Buni o'zlariga mana ofitsial hammasi ответlari keldi. Ikkinchi o'rinda esa bu kishining kartalaridan o'sha qarzdorlik uchun yechib ketilgan pullarni ham qaytarib tashattirib berdik. Sababi u pullar jinoyat orqali rasmiylashtirilgan qarzdorlik uchun yechib ketilgan edi. Bu kishining ishtiroklari bo'lmagan, bu kishi jabrlanuvchi bo'lganliklari sababli kompaniya pullarini qaytarib berdi. Aka, qanaqa bir gumoningiz bo'luvdimi, lekin bir bo'larmikin, bo'lmasmikin? Juda katta, gumon katta bo'ldi. Ishonmaganmidingiz? Ko'pchilikdan so'radim, bir ikkita yuristlarga ham chiqdim, qanday bo'ladi, nima bo'ladi. Ular ham aytishadi, bunday u yoqqa yozish kerak, bu yoq hech kim natijali javob aytmadi-da. Natijali javob. Ha, keyin shunaqa ishonib ko'raychi shu insonga ham dedimda, siz bilan bog'landim, Xudoga shukr, mana. Bu ichingizdagi bir hissiyot. Chotki. Undan qutulib bo'lmaydi deb o'ylagandim-da. Nima deb taklif qilardingiz yo fikr bildirardingiz? Shunaqa muammo bilan yurgan insonlarga, agarda hozirda ular ham o'ylanib turishgan bo'lsa yoki gumonsirab turishgan bo'lsa. Barchaga tavsiya qilaman. Xudo xolasa qonuniy yo'l bilan hal qilib berishadi, lekin unaqa o'zi olib turib, bunday qilib turib yopib o'raman degan narsa bo'lmaydi-da. Meniki haqiqatdan ham mashinist va meni xabarim yo'q edi. U Dakanza bordik, Xudo xolasa mana rishayt bo'ldi-da. Hammasi hal bo'ldi. Hurmatli yurtdoshlar, bu kishi aytganlaridek hammaga tushuntirib o'tamiz. Agarda qarzdorligi o'zingiz ishtirokingiz bilan olingan bo'lsa, ya'ni sizning xabaringiz bo'lgan, roziligingiz bo'lgan yoki o'zingiz olgan bo'lsangiz, bu qarzlarni umuman o'chirib bo'lmaydi. Agarda sizda ham firibgarlik ortidan olingan qarzlar bo'lsa, mana profilimga o'tib, lichkaga yozib qo'ysanglar bo'ladi, lekin to'g'ri tushunasizlar, juda ham ko'pchilik yozgani uchun vaqtida javob qaytarish imkoniyati bo'lmayapti. Sizlar bilan Abubakir Safayev.